Oysha radhiyallohu anha onamizdan so'rashgan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyda nima ish qilardilar? Uydan tashqarida bilamiz, doim mo'min musulmonlarga ta'lim berardilar, Robbimizning kalomini yetkazardilar. Xalq ishi bilan, davlat ishi bilan, mo'min musulmonlar ishi bilan band bo'lardilar. Uylardachi? Uylarda holatini buni onalarimiz bilishadi. Shuning uchun so'rashyapti Oysha onamizlardan, sahoba-i ikromlar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylarida qandoq edilar deganlarda Oysha onamiz aytib beryapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oilalarida ayollarning xizmatida bo'lardilar. Kiyimlarini o'zlari yamardilar. Hatto kovushlarini tuzatardilar. Namoz vaqti bo'lganda esa namozga chiqardilar deb Imom Buxoriy rivoyatlarida Oysha Siddiqa radhiyallohu anha onamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oilalarida qandoq oila egasi, qandoq rahbar bo'lganligini aytib beryapti. Ana azizlar, payg'ambardek zotning oiladagi holatlari. Kovushlarini yamayaptilar, uy ishlarida ayollarga yordam beryaptilar. Namoz vaqti bo'lganda namozga chiqib ibodatlarini qilyapti.